Chaqaloqlarni qattiq yo'rgaklash mumkin emas. Qattiq yo'rgaklash chaqaloqlardagi chanoq son bo'g'imi displaziyasining orttirilgan turiga olib keladi. Qo'pol statistika yuritadigan bo'lsak, har 1000 ta boladan 95-100 tasida displaziya kuzatiladi. Umuman olgan tug'ma va orttirilgan turlar. Yaponiyada bu ko'rsatkich 75-yilgacha 3,5% ni tashkil etgan, ya'ni har 1000 ta boladan 35 tasida displaziya rivojlangan. 75-yildan keyin Yaponiyada qattiq yo'rgaklashni to'xtatishgan va 1 yildan keyin chanoq son bo'g'imi displaziyasi bilan og'riyotgan bolalarning soni 35 tadan 0,2 taga tushgan, ya'ni 3,5% dan 0,2% ga tushgan. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Bizda nega bu baland? Bizda qattiq bolalarni yo'rgaklaymiz, beshigiga solamiz, chanoq son bo'g'imi displaziyasini orttirilgan turiga olib kelamiz bu qilayotgan ishlarimiz bilan. O'shaning uchun bolalarni qattiq yo'rgaklamaydi. Homilador va bolasini emizadigan ayollarning bosh miya hajmi kichrayadi, kulrayn moddasi kamayadi, xotirasi pasayib, fikrlarni bir joyga jamlash qiyinlashib boradi. Bu xalq tilida homiladorlar miyasi, pregnancy brain, mommy brain deb aytiladi. Homilador va emizikli ayollar yeyotgan narsani 25%, ya'ni 4dan 1 qismi energiya sifatida bolalarga beriladi. 25% bu juda ham katta ko'rsatkich. E'tibor uchun bosh miyamiz biz yeyotgan narsalarning 20% ni energiya sifatida qabul qilib oladi. Agar ona yaxshi yeb ichmasa, energiya defitsiti kuzatiladigan bo'lsa, bolaga o'sha 25% energiya berilaveradi. Faqat bosh miyamizga energiya kam yetib boradi. Homilador ayollar oldin 20% olayotgandi, defitsit hisobiga 15% ga tushdi. Bunda bosh miyani ishlashi va aqliy xotiraga javob beradigan markazlarning disfunksiyasi kelib chiqadi. Natijada xotira pasayishlari kuzatiladi. Bundan tashqari bosh miyaga estrogen, progesteron gormonlarining ta'siri kuchayadi. Uyqusizlik, tug'ruqdan oldingi stress, qo'rquv holatlari xotirani pasayishiga olib keladi. Xotirani pasayishi fiziologik, ya'ni normal holat. Bu holat homilador va tuqqan ayolni atrofga bo'lgan e'tiborini kamaytirib, faqat boladan kelayotgan signallarga qarashi va bolaga e'tibor berishi uchun juda ham kerak. Vaqt o'tishi bilan bu holat o'tib ketadi, ya'ni xotira o'z joyiga qaytadi. Happy birthday baby. Bolalarga 6 oylikdan boshlab go'sht bersa bo'ladi. Bolalarga go'shtni kech va kam miqdorda berish ularning tez kasal bo'lishiga, immunitetning tushib ketishiga, bo'y o'smasligiga, semirmasligiga va nerv sistemasi kasalliklariga olib keladi. Faqat go'sht pyure holatida maydalab yoki bo'lmasam blenderdan o'tkazib keyin beriladi. Boshlanishga yengil hazm bo'ladigan go'shtlar beriladi. Tovuq, kurka va quyon go'shtlari yengil hazm bo'ladigan go'shtlardir. Berilayotgan go'sht tarkibida 9% dan oshiq yog' bo'lishi kerak emas. 10 oylikdan boshlab mol go'shtini, 1 yoshdan keyin esa qo'y go'shtini bersa bo'ladi. Go'sht tarkibida bolalarning yaxshi rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan barcha moddalar bor. Oqsil, vitamin B12, temir va sink ko'p va go'sht tarkibida bu moddalar yaxshi so'raladi. Bolalar 6-8 oyliklarida 30 grammgacha, 8 oylikdan 10 oylikgacha esa 45 grammgacha, 10 oylikdan 1 yoshgacha esa 60 grammgacha go'sht yeyishlari mumkin. Bolalarga dimlangan, qaynatilgan va parda pishgan go'shtlar beriladi. Qovurilgan go'shtlar mumkin emas. Berilgan informatsiya sog'lom bolalar uchun edi. Oshqozon-ichak traktida va hazm jarayonida muammosi bor bolalarga go'sht kechroq beriladi. Ya'ni 6 oylikdan beri shart emas. Bolasini emizadigan ayollarga juda ham qiyin va ular juda katta kuch sarflaydi. Har kuni emizish orqali 700 kilokaloriya yo'qotishadi. Bu degani 1 soat davomida to'xtovsiz skakalkada sakrash, har kuni zalga chiqib 1-1,5 soat shug'ullanish yoki 1 soat davomida katta stadionni 20 ta kuruk aylanish bilan teng nagruzka oladi. Har kuni odamlar zalga chiqmaydi yoki bo'lmasam 20 ta kuruk aylanmaydi. Bir kun zalga chiqib, ertasi kuni mushaklarim vasстановление bo'lish kerak, men ko'proq uxlashim kerak deb dam olishadi. Ayol kishi esa unaqa qila olmaydi. Bolasini emizyaptimi, har kuni shular olgan nagruzkadan ko'proq nagruzka oladi. O'shaning uchun emizadigan ayollar tez charchab qoladi. Hurmatli bolasini emizadigan ayollar, agar kimdir sizdan nima ish qilasan deb so'rasa, hech qachon ishlamayman, uy bekasiman deb javob bermanglar. Bolalarni emizyotsalarmi, sizlar juda ham katta ish qilayotgan bo'lasizlar. Bu degani ofisda ishlaydigan erkaklardan ko'proq ish qilayotgan bo'lasizlar. Ofisda ishlaydigan erkaklar 8 soat ish davomida bor yo'g'i 500-600 kilokaloriya sarflashadi. Sizlar prosta uyda o'tirib bolalarni emizsanglar, ulardan 100 kilokaloriya ko'proq sarflayotgan bo'lasizlar. Ulardan 100 kilokaloriyaga ko'proq ish qilayotgan bo'lasizlar. Bu aniq. Eringlar mabodo ishdan charchab keldim,
desa ofisda ishlaydigan. Sizlar ishoninglarki, sizlar uyda o'tirib ulardan ko'p ish qilayotgan bo'lasiz. Homilador va bolasini emizadigan ayollarning bosh miya hajmi kichrayadi, kulrayn moddasi kamayadi, xotirasi pasayib, fikrlarni bir joyga jamlash qiyinlashib boradi. Bu xalq tilida homiladorlar miyasi pregnancy brain, mommy brain deb aytiladi. Homilador va emizikli ayollar yeyotgan narsaning 25%, ya'ni 4dan 1 qismi energiya sifatida bolalarga beriladi. 25% bu juda ham katta ko'rsatkich. E'tibor uchun bosh miyamiz biz yeyotgan narsalarning 20%ni energiya sifatida qabul qilib oladi. Agar ona yaxshi yeb ichmasa, energiya defitsiti kuzatiladigan bo'lsa, bolaga o'sha 25% energiya berilaveradi. Faqat bosh miyamizga energiya kam yetib boradi. Homilador ayollar oldin 20% ovatuvdi, defitsit hisobiga 15% ga tushdi. Bunda bosh miyani ishlashi va aqliy xotiraga javob beradigan markazlarni disfunksiyasi kelib chiqadi. Natijada xotira pasayishlari kuzatiladi. Bundan tashqari bosh miyaga estrogen, progesteron gormonlarining ta'siri kuchayadi. Uyqusizlik, tug'ruqdan oldingi stress, qo'rquv holatlari xotirani pasayishiga olib keladi. Xotirani pasayishi fiziologik, ya'ni normal holat. Bu holat homilador va tuqqan ayolni atrofga bo'lgan e'tiborini kamaytirib, faqat boladan kelayotgan signallarga qarashi va bolaga e'tibor berishi uchun juda ham kerak. Vaqt o'tishi bilan bu holat o'tib ketadi, ya'ni xotira o'z joyiga qaytadi. Ona bolasini xohlagan joyda emizishi mumkin. Avtobusda, metroda, targ'ibot sentrlarida, bozorlarda emizishi mumkin va bunga haqqi bor. Ona bolasini pampersini xohlagan joyda almashtirib olishi mumkin. Bunga to'sqinlik qilish kerak emas, bunga shart-sharoit yaratib berish kerak. O'zimizcha spontan bolajon xalqmiz, lekin ko'chada yoki avtobusda bolasini emizib ketayotgan onani ko'rsak, как будто jinoyatchiga qaragandek qaraymiz va onani farosatsizlikda ayblaymiz. Aslida farosatsiz va ahmoqlar emizib ketayotgan onaga qarab turgan erkaklar va boshqalardir. Avtobusda bola yig'lab qolsa, bolasini ovuta olmayotgan ona va farosatsiz ona ko'z oldimizga keladi. Aslida bolaning qorni ochgan yoki ichi kelgan bo'ladi. Bolani emizish yoki pampersini o'zgartirish kerak. Emizish va pampersini o'zgartirishning umuman imkoni yo'q, chunki onaga qarab turgan 50 ta odam bo'ladi. Negadir kattalar ko'chada ovqatlansa yoki avtobusda suv ichsa bu normal holat, lekin bola onasini emsa, o'g'riga qaraganda yoki tomosha ko'rsatayotgandek qarab turamiz. Ko'chada bolasini emizayotgan ayolni ko'rsanglar, qaramasdan o'tib ketinglar. Avtobusda bo'lsa bu holat sizga yoqmasa, tushib qolib keyingi avtobusda keting yoki teskari qarab oling. Ona bolasini emizayotganiga xursand bo'lishimiz kerak. 60% dan ortiq ayollar bolasini emizishmayapti. Hammani ham mashinasi yo'q, hamma ham taksida yurolmaydi. Emizikli ona o'zidan o'zi avtobus yoki metroda yurmaydi. Qanaqadir ehtiyoji borki, bolasi bilan birgalikda ko'chaga chiqqan, больницаga ketayotgandir, uyiga ketayotgandir. Bunday onani farosatsizlikda ayblash to'g'ri emas. Nega chaqaloqlar kuchanishadi? Kuchanib, qizarib yig'lashadi. Aslida kuchanish kasallik emas, normal holat. Kuchanish bolalar uchun foydali va kerakdir. Chaqaloqlarning oshqozon ichaklari, siydik qopi va mushaklari yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Chaqaloq siyishi va ichini keltirishi uchun kuchanishga majbur bo'ladi. Chunki chaqaloq qanday qilib siyish va ichini keltirishni bilmaydi. Ona qornidaligida bu ishni uni o'rniga ona va platsenta amalga oshiradi. Kuchanish vaqtida siydik qopi va ichaklar oldi va yuqori tomondan siqiladi. Natijada siyish va ich kelish jarayoni kuzatiladi. Qorin bo'shlig'ida bosim ortishi hisobiga. Chaqaloqlar siyishni va ichini keltirishni o'rganib olgandan keyin kuchanishni kamaytirishadi. O'rtacha 4 oyliklarda, ba'zi holatlarda 6-9 oygacha kuchanish holatlari kuzatilishi mumkin. Bu ham normal holat hisoblanadi. Hattoki katta odamlar ham har kuni hojatxonaga kirganda kuchanishadi. Ya'ni ich kelishi yoki bo'lmasam siyish jarayonida qilib kuchanib, keyin siyadi yoki bo'lmasam ichini keltiradi. Hattoki og'ir yuk ko'tarayotganda ham kuchanib ko'tarishadi. Bu normal holat. Kattalarda ham, chaqaloqlarda ham bo'ladi. Bundan tashqari kuchanish qorin dam bo'lishi, ich qochishi, olatni qamrab turuvchi terini torayishi, fimoz yoki bo'lmasam teshigini boshqa joyda bo'lishi, gipospadiya kasalliklarida ham kuzatiladi. Bolalaringizga manniy kasha va mol sutini bermaydi. Bularning foydasi yo'q, ya'ni turgan bitgani zarar. 1 yoshgacha manniy kasha va mol sutini berish umuman mumkin emas. Iloji bo'lsa 3 yoshdan keyin berish tavsiya etiladi. Manniy kasha tarkibida gluten bor. Bu modda bolalardagi allergik kasalliklar, ich ketishi, anemiya, rahit kasalliklariga olib keladi. Ichaklardan foydali moddalarni va vitaminlarni so'rilishini kamaytirishi natijasida bolalarda soch to'kilish holati ham kuzatiladi. Kasha tarkibida fitin va fosfor
moddasi bor. Fosfor moddasi kalsiy bilan birikib olib, ichaklardan qonga so'rilishini bloklaydi. Natijada qonda kalsiy miqdori kamayib ketadi. Bolalarning mushaklari va yuragi yaxshi ishlamaydi. Sudurgi holatlari kelib chiqishi mumkin. Suyaklar va tishlar yaxshi rivojlanmaydi. Tishlar qorayib, yemirilishga moyil bo'lib qoladi, yemirilib ketadi. Kasha tarkibida katta miqdorda kraxmal bor. Kraxmal bu tez uglevod, ya'ni energiyani yaxshi beradi. Katta miqdordagi uglevod glyukozani bola organizmi hazm qilishga qiynaladi. Uglevod qancha ko'p bo'lsa, bolani oshqozon osti bezi shuncha qiynalib ishlaydi. Toza glyukoza shakarning glikemik indeksi 100. Kashaning glikemik indeksi esa 80-85% ni tashkil etadi. Glikemik indeks qancha yuqori bo'lsa, bolalarda ham, kattalarda ham qandli diabet kasalligini shuncha kuchli rivojlantirib yuborishi mumkin. Demak, katta miqdordagi kashani uzoq va ko'p miqdorda yeyish qandli diabet kasalligiga ham olib kelishi mumkin. Ага. Я хотела, чтобы ты мучилась еще. Ага. Tibbiy va dunyoviy ilmi yo'q ota-onalar bolalarini ilgariga olib borishadi va ilgarilar sizlarni soddaliginglardan foydalanib pulinglarni shilishadi. Sizlar esa ham pul berasizlar, ham farzandinglarning hayotini xavf ostiga qo'yasizlar. Ilgarilar sizlarga olib berayotgan narsalarni qo'liga, og'ziga yoki boshqa joylariga yashirib qo'yishadi. Siz buni umuman fahmlamaysiz. Ular shunchalik usta bo'lib ketgan va ota-onaning e'tibori kasal bolasida bo'lganligi uchun bolaga e'tibor beradi. Ilgari nima qilayotganiga e'tibor bermaydi va bundan foydalangan ilgarilar yashirib qo'ygan narsalarini sizga olib ko'rsatib berishadi. Vaholanki u o'zida turgan bo'lgan, bolani og'zida yoki tomog'ida emas. Pomidor po'chog'i, uzum mo'rig'i, tarvuzni danagi, karton, non ushog'i, qattiqroq non yoki bo'lmasam boshqa qattiq jismlarni, hattoki uyida bo'lmagan narsalarni ham olib berishi mumkin va bunga ota-ona ishonib qolishadi. Gipnoz holatiga tushib qolishadi ota-ona. Ilgirli Kavkaz, Dog'iston, Ozarbayjon, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'istonda keng tarqalgan. Nima sababdan shu yerda ko'p tarqalgan? Umuman olganda bu regionda keraksiz narsalar ko'p ishlatishadi, xususan beshikni ham. Homilador va bolasini emizadigan ayollar qo'rqinchli va ujus kinolarni ko'rishi mumkin emas. Qo'rqinchli va ujus kinolar homilador ayolni stress holatiga tushirib qo'yadi. Natijada ona organizmida katta miqdorda stress gormonlari ajrab chiqadi. Bu gormonlar esa muddatidan oldin tug'ruqga olib kelishi mumkin. Gormonlar ta'sirida qon tomir devorlari torayadi. Homilada qon aylanishi buziladi va undan keyin esa gipoksiya holatlari kelib chiqadi. Qo'rqinchli sahnalar va baland ovoz homilani ko'p va qattiq qimirlashiga olib keladi. Homilador ayol nimani ko'rsa, homila ham xuddi o'sha narsani ko'radi. Faqat onasini ko'zi va ona organizmida ajrab chiqayotgan gormonlar yordamida shu narsalarni his qiladi va ko'radi. Homilador ayol yengil va kuchli emotsiya bermaydigan kinolarni ko'rishi va shunaqa yengil tushunadigan kitoblarni o'qishi tavsiya etiladi. Bolasini emizadigan ayol qo'rqinchli kinolarni ko'radigan bo'lsa, bu ham bitta stress. Ya'ni har bitta stress ona organizmida sut ajralishini kamaytiradi, sut tarkibini buzadi. Bu gormonlar, stress gormonlari sut orqali bolaga ham o'tishi mumkin. Ya'ni bolaga ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Yurakni tez urdirib yuborishi, qon aylanishini buziluvi, bosimni ko'tarilishi, shunaqa holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Vaksina va autizm boshqa tema, bir-biriga umuman aloqasi yo'q. Agar kimdir vaksina olgandan keyin bolam autist bo'lib qoldi desa, u 100% aldayapti. Bolasini kasalligiga vaksinani aybdor qilib, o'zini vijdon azobi, aybdorlik hissidan qutqarishga harakat qilyapti. Meni oilamda va erimning oilasida bunaqa kasallik yo'q. Bolamni bunaqa tug'ilishiga men va erim aybdor emasman degan gap uchun vaksinani aybdor qilib ko'rsatishyapti. Autizm tug'ma kasallik, ya'ni bola xuddi shunaqa bo'lib tug'iladi. Eng qizig'i, autizmga xos bo'lgan yaqqol belgilar 1,5 yoshdan keyin shakllanishni boshlaydi. 1,5 yoshgacha ma'lum bir belgilar, namyoqlar bo'ladi, lekin bularga qarab diagnoz qo'ya olmaymiz. Sog'lom bolalarda ham bu belgilar kuzatilishi mumkin. Bu bola sog'lom va
autizmligini 1,5 yoshdan keyin yaqqol farqlanadi va aniqlaymiz. 1,5 yoshdan keyin bola o'zgaradi va ota-ona bir-biri bilan gaplashadi. Sani avlodingda bu kasallik bormi va sen sog'lommisan? Ha, men sog'lomman, avlodimda bu kasallik yo'q. Sizchi? Siz avlodingizda bu kasallik bormi va siz sog'lommisiz? Men ham sog'lomman. Demak, ikkalamiz ham sog'lom bo'lsak va avlodimizda bo'lmasa, bizda ayb yo'q. Bolaga boshqa narsa ta'sir qilgan. To'xta, 1 yil oldin vaksina oluvdi. Vaksinani ta'siri emasmikan? Biz sog'lom bo'lsak, значит bolaga nimadir ta'sir qilgan. Hamma aytayapti, vaksinatsiya autizmga olib keladi. Bir pasda aybdor ham topildi. Ya'ni ota-ona oppoq, vaksina qop-qora. Aybdor aniq, vaksina. Yodni hamma iste'mol qilish kerak, ayniqsa bizning regionda. Homilador va bolasini emizadigan ayollar kattaroq miqdorda yod iste'mol qilish kerak. 250 mikrogrammgacha yod iste'mol qilish kerak homilador va bolasini emizadigan ayol bir kunda. Nega? Homila rivojlanishi uchun va homilani bosh miyasi, nerv sistemasi yaxshi rivojlanishi uchun yod juda ham muhim. Ona o'zidagi yodni homilasiga bersa, o'zida defitsit bo'ladi. Natijada ham onani, ham bolani yod bilan ta'minlanishi susayib ketadi. Emizadigan ona sut orqali bolasiga beradi. Bu ham katta miqdorda yodni organizmdan chiqib ketishiga olib keladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga ko'ra, 5 yoshgacha bo'lgan bola 90 mikrogramm, 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bola 120 mikrogramm, 12 yoshdan katta odamlar esa bir kunda 150 mikrogramm yod iste'mol qilish kerak. Homilador va bolasini emizadigan ayollar esa 250 mikrogrammgacha yod iste'mol qilishi kerak. Ha, yaxshi yeb, yaxshi ichsangiz ham yod iste'mol qilishingiz kerak. Chunki bizning regionda yod yo'q. Yeyotgan narsalarimizda yod unchalik darajada bizga yetarli darajada miqdorda emas. Biz bir kunda 150 mikrogramm yod iste'mol qilishimiz kerak. Lekin afsuski, haqiqatda normadan 3 barobar kam yod iste'mol qilamiz. Bir kunda 40-50 mikrogramm yod iste'mol qilishimiz mumkin. Agar siz okeanni qirg'og'ida, dengiz atrofida yoki orolda turadigan bo'lsangiz va dengiz mahsulotlarini iste'mol qilsangiz ko'p, yod yemasangiz ham bo'ladi. Chunki o'sha orqali bemalol organizmni yod bilan ta'minlanishini bemalol ta'minlab bera olasiz. Lekin afsuski bizning regionda unaqa emas. O'shaning uchun endemik bo'qoq bizda ko'p. Yod faqat qalqonsimon bezga kerak emas, umumiy organizmimizga kerak. Ya'ni aqliy faoliyat yurgizishimizni, nerv sistemamiz joyida bo'lishi, mehnat ish qilishimiz samaradorligini yaxshi bo'lishi uchun ham yod kerak. Ko'pchilik faqat qalqonsimon bez deydi. Yo'q, ko'p narsaga bedana tuxumini 6-7 oylikdan keyin bersa bo'ladi. Birinchi o'rinda bedana tuxumini sarig'idan boshlaymiz. Sarig'ini 4dan 1ni berishni boshlaymiz. 4dan 1ni yaxshi hazm qilsa, yarimtaga o'tamiz. Keyin 4dan 3 va to'liq bitta sarig'ini berishni boshlaymiz. Haftada 3 marotabadan ko'p berish mumkin emas. Sarig'ini yaxshi hazm qilib olgandan keyin oqiga ehtiyotkorlik bilan o'tamiz. Chunki oqida oqsil bor. Bolaga allergik ta'sir mumkin. O'shaning uchun oqini ehtiyotkorlik bilan qo'shib oshirib boramiz. Vaksina autizm kasalligiga olib kelmaydi va autizm kasalligidan himoyalamaydi ham. Vaksinatsiyaning autizmga aloqasi yo'q umuman. Vaksina olgan va olmagan bolalar tekshirilganda autizm kasalligining uchrashi deyarli bir xil. Hattoki vaksina olmagan bolalar orasidagi autizm kasalligi ko'proq ham kuzatiladi. Agar vaksinatsiya autizm kasalligiga olib kelganda edi, har 100 ta chaqaloqdan 80 tasida autizm rivojlangan bo'lardi. Atrofimizdagi maktablarning 80% autizm kasalligiga mo'ljallangan bolalar uchun ishlayotgan bo'lardi. Amalda esa unaqa emas. Ko'pchilik vaksina autizmga olib keladi deb kommentariy berib negativ fikr bildirayotganlar hayoti davomida autizm kasalligi bilan kasallangan bolalarni ko'rmagan va o'zidan o'zi qattandir miyasiga kirib qolgan shu fikrni beraveradi. Aslida ko'rmagansizlar ham-ku unaqa kasallikni. Nima qilasizlar negativ fikr bildirib? Ona suti bolalar orasidagi o'limni 14 marotabagacha kamaytiradi. Bolasini emizib katta qilgan onalar kelajakda tuxumdonlar raki, ko'krak bezi raki, mastit, tug'ruqdan keyingi semirib ketish, depressiya kasalliklari bilan emizmagan onalarga qaraganda kamroq kasallanishadi. Onasini emib katta bo'lgan bolalar esa kelajakda qandli diabet, semirib ketish, oshqozon ichak yo'llari kasalliklari va allergik kasalliklar bilan kam kasallanishadi. Emizayotgan vaqtda ajrab chiqadigan oksitotsin gormoni esa homiladorlik va tug'ruq vaqtida kengayib ketgan bachadon matkani tezroq kichrayishiga va o'z holiga kelishiga yordam beradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga ko'ra bolalarni 2 yoshgacha emizsa bo'ladi. Raddomdan chiqayotganda har 100 ta onadan 80 tasi o'z bolalarini emizishadi.
Uyiga chiqqandan keyin esa har 100 ta onadan 60 tasi o'z bolalarini emizishni to'xtatishadi. Endi sizga savol: nega bolalar orasida kasalliklar ko'payib ketmoqda? Keyingi temalarimiz qaysi holatda ona o'z bolasini emizmasa bo'ladigan holatlar va echki suti ona sutiga yaqinmi degan SMSda ko'p keladi. Shu haqida gaplashamiz. Bolasini emizadigan ayollar o'rtacha 1 oyda 1 kilogrammgacha ozadi. Bolasi 1 ga kirganda emizikli ona 6 kilogramdan 12 kilogramgacha ozishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, bola 1 oyda qancha miqdorga semirsa, ona shuncha miqdorga ozishi kerak. Ona bolasini to'g'ri emizsa va to'g'ri ovqatlansa, har doim ozadi. Agar bola semirishni o'rniga ona semirib ketayotgan bo'lsa, ona bolasini noto'g'ri emizyapti va noto'g'ri ovqatlanyapti. Emizikli ona to'laqonli ovqatlanishi kerak, ammo ko'pchilik onalar noto'g'ri ovqatlanishadi. Pustoy energiya qabul qilishadi. Ya'ni bularga oddiy uglevodlar, shirinliklar, shirin choy, non mahsulotlarini ko'p iste'mol qilishadi. Uglevodlar tez energiya beradi, lekin foydasi semirishga olib keladi. Emizikli ona esa go'sht mahsulotlari, meva va sabzavotlarni ko'p iste'mol qilish kerak. Emizikli onalar bir kunda 6 marotibagacha ovqatlanishi kerak. 3 ta asosiy va 3 ta perikus qilinadi. Emizishdan 30 minut oldin ovqatlanish tavsiya etiladi. Agar shunaqa qilinsa, ona emizib bo'lgandan keyin boshi og'rimaydi, ochlik hissi bo'lmaydi, boshi aylanmaydi, ya'ni o'zini yaxshi his qiladi. Ko'pchilik onalar och qoringa ovqatlantirishadi, ya'ni emizishadi va emizib bo'lgandan keyin ochlik hissi uyg'onib ketadi. Hamma narsani yegisi keladi va katta miqdorda uglevod qabul qilib oladi ochlik hissini hisobiga. Bu esa onani semirishiga olib keladi. Emizikli onalarning ovqatlanishi bilan butun oila shug'ullanishi kerak, chunki emizikli ona eng yaxshi narsalarni iste'mol qilishi kerak. Homilador va bolasini emizadigan ayollar ro'za tutishi mumkin emas, tibbiy nuqtai nazardan. Homilador ayol ro'za tutadigan bo'lsa, tug'iladigan bolasini tug'ma nuqsonlari bilan tug'ilish foizi oshib ketadi. Ayniqsa och qolish homiladorlikning birinchi trimestr, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi oylarida juda xavflidir. Chunki homilaning organ va to'qimalar shakllanayotgan vaqtda suv, oqsil, vitaminlarning yetishmasligi aynan o'sha a'zoning yaxshi shakllanmasligiga olib keladi. Bu degani homilaning tug'ma nuqsonlari bilan tug'ilishi degani. Emizikli ona ro'za tutadigan bo'lsa, sut miqdori kamayadi, sifati pasayadi, sut tarkibida vitamin va oqsillarning miqdori kamayadi. Natijada bola och qoladi, sustlanadi, immunitet tushib ketadi. Bu esa bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishini sekinlashtiradi. Homilador va emizikli onalar ikkita odam uchun ovqatlanishadi. Demak, ular boshqalarga qaraganda 2 marotaba ko'p ovqatlanishi kerak. Ko'pchilik homiladorlar va bolasini emizadigan ayollarning gemoglobini 90 dan past bo'ladi. Bu esa ham ona, ham bolada kislorod yetishmovchilik, gipoksiyaga olib keladi. Anemiyasi bor, oqsil energetik yetishmovchiligi bor homiladorlar va bolasini emizadigan ayollar ro'za tutishi mumkin emas. Oilada ovqatni birinchi bo'lib homiladorlar va bolasini emizadigan ayollar yeyish kerak. Ovqatning eng go'shtli joyini, eng shirin joyini ham homiladorlar va bolasini emizadigan ayollar yeyish kerak. Undan keyin yoshi kattalar, bolalar va erkaklar esa bo'ladi. Lekin birinchi bo'lib homiladorlar va bolasini emizadigan ayollar yeyish shart. Bolasini emizayotgan ona dieta qilish shart emas. Chunki sut qon va limfa suyuqligidan hosil bo'ladi va bir nechta filtrlardan o'tadi. Aslida qizil rangli qondan oq rangli sutning hosil bo'lishi ham bir mo'jiza. Bolaning aqliy va jismoniy yaxshi rivojlanishi uchun turli xil vitamin, mineral, oqsil, yog', uglevodlar kerak bo'ladi. Ona qat'iy dietada bo'lib, faqatgina qaynatma sho'rva ichib yuradigan bo'lsa, bola aqliy va jismoniy yaxshi rivojlanmaydi. Birinchi o'rinda ona yaxshi yeb, yaxshi ichish kerak. Ya'ni turli xil narsalarni iste'mol qilish kerak. Emizayotgan ona hamma narsani yesa bo'ladi. Faqat iste'mol qilayotgan narsalari tarkibida turli xil nitrat, konservant va turli xil bo'yoqlar va pripravalar bo'lishi kerak emas. Agar ona qat'iy dietada bo'lsa va har doim bir xil narsalarni iste'mol qilsa, borgan sari sut ajralishi kamayib ketadi va sun'iy sutga o'tishga to'g'ri keladi. Boshida bola o'zi uchun kerakli bo'lgan narsani ona yaxshi yeb, yaxshi ichmasa ham o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni olaveradi. Ya'ni ona organizmidagi rezerv to'planib qolgan narsalarni iste'mol qiladi. Keyinchalik esa bu rezervlarni ham tugatib bo'lishi natijasida ham ona ham bola qiynalishni boshlaydi. Agar qaysidir mahsulot bolaga yomon ta'sir qilsa, bu mahsulotni iste'mol qilishni 3 haftagacha to'xtatish kerak. 3 haftadan keyin yana ona shu mahsulotni iste'mol qilib ko'radi va bolaga yana yomon ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, bu mahsulotni iste'mol qilishni butunlay cheklash kerak. Ya'ni ona emizikli vaqtdagina